Assalamu alaykum Rayhan, yaxshimisiz? Siz bizani Global Trend kompaniyamizning ana bazalmani ichgan ekansiz. Natijalarni aytib bersangiz. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Men Sadullayeva Rayhan, Global Trend kompaniyasining nonni balzamlarini tavsiya etdiler. Şunu ichish uchun bardim kompaniyaga. Keyin menga shu dorini berdilar. Men kasallanib yurgandim. Men şunu kasallanib yurgandim, bardim uziga tushsam, uzida 2 kistam bor ekan turbalarda. Kattalashib ketgan ekan, 7 sant ekan, miyomam bor, gepatitim bor. Shu uchun menga tavsiya etdilar. Men borib shularni oldim, ichdim, 2 oydan ichdimdan doktora qayta ko'rikka bordim. Shu meni ginekolog Manzur apga operatsiya davadi menga. Shundan boshqa chorasi yo'q davadi. Shuni olib ichgandan keyin 2 oydan keyin qayta ko'rikka uziga borsam, kistam yo'qolib ketgan ekan. Tavsiyalari sog'rilib ketgan. Qog'ozlari elimda turibdi, ko'rsatishim mumkin. Kist nalari men miyomam kichaygan, ham ketadi xudo xolasa. Gepatitlarim yo'qolgan. Eroziya bo'lmadi. Eroziya ham yo'q. Hamma narsani qaradim, tekshirtirdim ginekolog Manzur apga. Hech narsa yo'q ekan hozirlikcha. Qaysi mahsulotlarni ichdingiz? Yine shu Perfecto Vitali. Ava, shuni ichdim men yana. 2 kursini ichdim, yana ikkisi bor, ichib yuribman, davom etib yuribman. Shu hamma narsam yaxshi, Xudoga shukr, dozlarim ham yo'q, tushib turibdi. Hamma narsam, sog'liqlarim yaxshi hozirlikcha. Yana sizlar ham shuni olib ichishlaringizni tavsiya etaman. Dim yaxshi sog'liqlaringizni diklanglar, sog'liqlarga be'e'tibor bo'lmanglar. Olib ichishlaringizni. Yaxshi, rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling. İçişini devam edin. Yaxshi.